Assalomu alaykum hammaga. Salomlar Sorkul va bu Sorkul Trades YouTube kanali. Anchadan men va'da bergandim. Tradingda stabil daromadga chiqishda yagona yo'li degan nomli yoki bir nimacha bilan tizimli savdo nomli bir video qilib beraman degandim. Va bugunga to'g'ri keldi. Nasib bugun ekan. Hop. Nimasi boshlardik? Tradingda stabil natijalarga erishishga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda albatta bilim. Va bundan keyin nima? Albatta bilim olganingizdan keyin sizda nima bo'ladi? Stabil natijalar bo'ladi. Deb turib bizda mana shu Instagramda, YouTube'da ada mana shu miyamizni shu boshini qotiraveradi, qaysidir boltini qotirishaveradi, shu miyani. Milfanimish. Miyani. Xullas, mana bu narsa siz bilim oldingizmi, orqasidan srazu stabil natijaga siz жизни umuman hech qachon chiqa olmaysiz. Bu yo'q narsa. Bu Instagramda yuzaga kelgan bu jabrlanish. Bizda mana shu chiqib olib, hali chiqishadi-yu. Stabilni daromadga chiqmoqchimisiz? Unaqa biz kursimizga yoziling. Daromadga chiqishning yagona yo'li, hali bir super strategiya, bank manipulyatsiyasi, yana qanaqadir bir so'kingim kelyapti-yu, yosh bolalar ko'rishi ham mumkin-da. Hop. Xullas, anaqangi infotsiganlarning gapi bu. Bilim oling, stabil daromadga chiqing. Akalar, bunaqa narsa bo'lmaydi. Жизни. Вот, qarang. Siz trade'ni boshladingizmi? Siz stabil daromadga chiqmoqchimisiz? Mana shu yo'lga chiqmoqchimisiz? Trading yo'liga. Ishoning, bu yo'l emas. Bu trade bu yo'l emas. Stabil daromad, stabil natijalar bu tog' onasini emsin. Bu tog' bu stabil natijalar tog'ni cho'qqisida turadi. Mana siz mana shu narsalar bilganingizdan keyin voy biladi deb turaverasiz. Mana shu videoni ko'rganingizdan keyin mana shu g'irt, mana shu brat, mana shu siz bo'lib qolasiz. Bu gapimni tan qo'pol noto'g'ri tushunmanglar. Men bu narsani tushunib yetganimdan keyin menda shu narsa yuzaga kelgan. Lekin menga bir ko'rsatib bermagan, bu tajribaga asoslanib qilingan video. Tradingda daromadga chiqishning yagona yo'li ham, stabil natijaga erishishim shu. Hop, nima bo'ladi? Aytaylik. Boshida aytdim, birinchi o'rinda bizga bilim. Men bunda sporlashmayman. 100% bizga nima kerak? Bilim keladi. Bilim kerak bo'ladi. U farqi yo'q qanaqa bilim bo'ladi. Aytaylik, trend liniya bo'ladimi? Misol uchun trend liniya tortdingiz, ma'lum bir daraja tortdingiz. Mana shu bizni retestida kirasizmi ma'lum bir o'ringacha yoki aytaylik bir elite wave chi bo'ladigan bo'lsangiz 1 2 3 3-chi to'lqin shuna bo'ladimi? Bunaqa 3-chi to'lqinni ushlashga harakat qilasizmi yo buni qaytishida bir 32 laridan bir 4-5 qo'shilmoqchi bo'lasizmi yoki 3 burchak yoki klassik pattern yoki kanalda ishlaysizmi? Вообще farqi yo'q. Glamisi yoki siz ICT-chimisiz? Misol uchun aytaylik, bu yerda BSL bor, buy side liquidness, misol uchun chiqib shunda FVG nimadir ular. Xullas ICT tradermisiz? SMC вообще farqi yo'q. Samma glami bizga nima kerak? Birinchi o'rinda bilim kerak. Bilim bor. Aytaylik siz biror bir kursdami, nimadir anaqangi qildingiz, bilimni oldingiz, boshqa bo'ldi. Keyin nima? Keyingi etap bizda albatta biz aytaylik trade jurnal kerak. Biz aytaylik nimaga? Bilimingiz bor. Siz misol uchun yana o'sha nimaga qaytamiz? Trend liniya bo'yicha ishlaysiz. Aytaylik, bu yerda qancha 5 minutlik trend liniya. Buzgandan keyin sizda aytaylik mana bu o'ringa limitga qo'ydingiz. Jurnalga kiritdingiz. Limitga yozmay ketyapti. Jurnalga kirib ketaverasiz. Misol uchun ICT tradersiz. Misol uchun sweep qildi va ma'lum bir buy side-ni srazu kirdingiz va yana qaytib ketdi. Va limitga yozolmadi. Xullas hammasini ishlataverasiz. Xohlasangiz kirdingiz, boshqa qildingiz, take profitni oldi.
Xullas, любой bitimingizni hammasini mana shu trade jurnalga kiritib borishingiz kerak. Trade jurnaldan keyin ma'lum bir muddat, kamida 3 oy, kamida 3 oy trade jurnalingizni to'ldirib turib, keyin siz trade jurnalingizni sverka qilishingiz kerak. O'zi asli har hafta, haftani yoki kunda men har doim Telegram kanalimda aytaman, iltimos qilaman akalar, trade jurnalni ochib, hafta davomida ochilgan bitimlarni ko'ringlar deyman. 1 oy qilas, 2 oy qilas, 3 oy o'tgandan keyin siz 3 oylik dannilaringiz yig'asida sizda real take profitlarni va real stop losslarni ko'rib chiqasiz. Va uni ichida hamma limitkingizni oladimi, limitkingizni olmaydimi farqi yo'q. Hamma bitimlaringizni, misol uchun aytaylik, limit olmagan bitimlarni ham no limit deb qo'yaylik mana. No limit mishga 10 qo'llar men chapaqayman, to'g'ri tushunasizlar, g'alati yozsam. No limit, misol uchun limitgani olmadi. Mana shu bitimlarni hammasini hamma kiritganlaringizni, misol uchun jurnalga ko'rib chiqasiz. Qaysi holatlarda ko'proq take profit olyapsiz? Qaysi holatlarda ko'proq stop loss olyapsiz? Qaysi holatlarda anaqangi limitkingizni olmayapti? Balki siz misol uchun aytaylik, halingda aytganda trend liniya sizdingiz, trend liniyasi buzdi va siz yuqoridagi misol uchun nima bo'ladi degan darajaga qo'yib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Bu pastroqdagi darajaga kelib turib narx ketib qolayotgan bo'lishi mumkin har doim. Va siz limitkingizni olmasdan qolib ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun aytayapman-da. Va xuddi shunaqangi misol uchun aytaylik, nima qildi? Buzib ketaverdi. Limitkingizni olib ham, lekin stop loss oldingiz. Mana siz maytda limitga qo'ygandingiz, bu narx tepaga qarab ketib qoldi. Endi misol uchun bu holatlarni har hafta qayta ko'rib, qayta ko'raversiz, kamida 3 oylik datani to'plaganingizdan keyin bilimingizni o'shanda qaysi holatlarda ko'proq stop loss olyapsiz, o'shani ko'rishingiz kerak. Balki bu holatlarda umumiy kattaroq trend buzilganda siz kirib qo'ygan bo'lishingiz mumkindir. Misol uchun 4 soatlikda va siz 5 minutlik trend liniya buzilganda kiryapsiz-da, lekin umumiy qarasangiz 4 soatlik trend liniyaga qarshi kirib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Buni hammasini qayerdan bilasiz? Hammasini mana bu joyda filtr qilib, mana bu jurnalga asoslanib kirasiz. Balki siz juda ko'pchilikning xatosi qanaqa ICT bo'yicha ishlaydiganlar ko'pi minutkada biror slom bo'lsa, ya'ni misol uchun MSS bersa, srazu sakrab kirib olinadi. Mana bir paytlar shunaqa qilardim. SMC da misol uchun minutkada choch berib qo'ysa bo'ldi. Kirorani u chochdirdi. Bu MSS degani ICTchilar tushunadi shunda. MSS desa birinchi 1 minutkada ham MSS bersa bo'ldi, kiraverardim. Lekin yo'q, unaqa emas. Buni hammasini men qayerdan bilganman? Trade jurnalni filtr qilibgina tushunib yetganman. Endi sizda 3 oylik data bor. 3 oylik umumiy sizda qangi bor? Mana 3 oylik statistikangiz bor. Mana shu statistikangizda nima kerak, nima kerak emas, mana shularni hammasini ko'rib chiqib, ortiqchasini chiqarib tashlaysiz. Aytaylik, misol uchun siz GBP NZ da yoki nimada, tillada yoki out USD larda ishlanmasdirsiz. Balki sizni konyokingiz, ya'ni bu konyak demayapman, konyak, ya'ni nima bo'ladigan, sizni ideal ishlab beradigan, atrobotga qiladigan instrumentingiz balki bu Euro USD dir. Balki GBP USD dir. Mana shunda hammasini ko'rib chiqasiz. Misol uchun aytaylik, GBP USD, Euro USD da ko'p take profit olyapsiz-da, aytaylik ko'p tepa olyapsiz-da. Ha, vot nimada? HUSD-da, HUSD-mi, KSAU-mi, qanaqa o'qilishini shu yoshgacha ham kirib bilmayman, tan olib aytaman. Tillarda siz ko'p stop loss olayotgan bo'lishingiz mumkin. 3 oy davomida hech qaysi faza 3 oy davom etmaydi. Misol uchun range bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bekorga 3 oy demayapman. Ya'ni bu bitta chorakda. Misol uchun 1 oy, 2 oy maksimum tilla range'da bo'lishi mumkin. Maksimum 1 oy EURUSD, GBPUSDlar range'da bo'lishi mumkin. Valyutalar range'dan tez chiqib ketadi. Endi
Shu sababli men kamida 3 oy deyapman. Sizda kamida 3 oy statistikangiz bo'lishi kerak. Statistikani qayerdan olasiz? Обязательно trading jurnal. Trading jurnal bu nima desa bo'ladi ekan? Bu oddiki bir daraxtni bu bir anaqangisi, nimadirdi? Ildizi. Judayam kuchli ildizi. O'zi daraxtlar bitta katta bo'lgandan keyin suv quymasangiz ham ushlab turaveradi tepasini. Xuddi shunaqangi. Trade jurnal bu anaqangi sizga filtrlab beradigan narsa. Va sizda mana shu filtr bo'lgandan keyin siz nima kerak emas, nima ortiqchalik qilyapti menga deb shu narsalarni tushunib olganingizdan keyin sizda keyin nima paydo bo'ladi? Tizim paydo bo'ladi. Ya'ni tizimli savdo. Sizda konkretniy tizimingiz paydo bo'ladi sizda. Misol uchun sizda aytganimdek euro yuzli yaxshi yuribdi. Go my friend, euro yuzini bosing ekansiz. Aytaylik, siz minutkada entry qilinmayapsiz. Va men minutkada entry qilishga hozir to'g'risini aytsam do'xim yetmaydi. Nimaga? Chunki bezillab ketganman. Kamida 5 minut, 15 minutlikda time frame da entry qilaman. Sizda ham trade jurnalingiz ko'rdingiz, men 3 minutlik minutkalar yemayaptimi? My friend 5 minut, 15 minutlik, balki 1 soatlikda ishlang. Agarda bir davlat ishida yoki biror joyda ishingiz bormi, kattaroq time frame da ishlang. Nimaga? Chunki men o'zim ham bankda ishlab yurib trade ham qilardim. Bir paytlar kattaroq diapazon 1 soatlik order bloklar, 4 soatlik order bloklardan ishlardim va umumiy yo'nalish topib shunaqa ishlardim. O'shaning uchun o'zingizga moslab oling. U hammasini trade jurnaldan kelib chiqadi. Endi sizda time frame'laringiz, stop losslaringiz va bitta narsani aytmoqchiman. Ko'pchilik bezubitda ko'p xato qiladi. Bezubitga qo'yib qo'yaveradi. Har doim misol uchun aytaylik bitim limitkani oldi. Ozgina yurish bilan bezubitga qo'yib qo'yaveradi. Bezubitga akalar kamida 3 oy savdo qilishingiz kerak. Qaysi holatlarda ko'proq stop loss olyapsiz? O'sha stop lossni ko'rib chiqib, o'shandan keyin bezubitga qo'yishingiz kerak. BUga. Va 3 oyda siz analiz qilaverganingizdan keyin har hafta davomida ochgan bitimlaringizni ko'rib chiqqaningizdan keyin sizda o'sha avtomatik shakllanib qoladi miyada. To'xta. Bunaqangi ssenariy ko'p bo'lgan. Aytaylik, men limitkani oldi mana. Narx yuribdi. Bitta FVGlarga javob berib ketyapti. Mana FVGga reaksiya oldi-da, yana bitta MSS bo'ldi. Bitta targetim bor. Va nima yana? Narx ketdi-da, bitta FVG bor. FVGni bitida buzib yubordi. Demak, katta ehtimol bilan men tepamga yetib bormaydi. Menda misol uchun qanday order flow bo'yicha ishlayman, ya'ni sweep, MSS va oxirgi mana limitga ham yerda kirdimi? Aytaylik, yerda entry qildim, narx ketyapti, MSS oxirgi himoyalangan lowni buzib qo'ydimi, bo'ldi. Men bezubitga qo'yaman shunda. Yoki full fix yopaman, lekin yoki anaqangi bezubitga qo'yaman yoki to'liq bitimni yopib yuboraman. Shunaqangi men bekorga shu uzoq muddatli videoni tiqib ketmayapman bezubitga. Nimaga? Chunki biz O'zbekistonda bilimli treyderlar juda ko'p. Lekin do'xi yetarlichalar biroz kamroq, achinarli holat. Nimaga? Chunki bizda ko'pchilik stopga rozi bo'ladi, stop lossga, lekin daromadga rozi bo'lmaydi. Nimaga? Chunki entry qildi, ozgina korreksiya berish bilan do'xiga o'tirib yopib qo'yadi. Bir paytlar men ham shunaqa bo'lganman, tan olaman. Bu agarda mana olgan BU'larimni BU'ni olib ketaveradi. BU'ga qo'yishga yagona biror bir sabab bo'lmasa, siz bezubitga qo'yishingiz kerak emas. Agarda men BU'larimni hisobga olmaganda, men o'sha damda normalniy soqqa qilib qo'ygan bo'lar edim. Lekin mayli, bu hammasi nima? Tajriba. Oxiri men tushunib yetdim, что trade jurnalni ko'rib, tizimli savdoga o'tganimdan keyin yana tushunib yetdim, что unchuncha holatda bezubitga qo'yib qo'yavermaslik kerak, qo'rqmaslik kerak, bosish kerak. Zararga emas, daromadga ham rozi bo'lish kerak. Akalar, tushundi. BU'ni ko'p yeydiganlar hozir yaxshi xulosa oldi deb o'ylayman. Tizimli savdo bo'ldi. Tizimli savdo qildingiz. Tizimli savdo deganda ham aytaylik, siz
siz model berdi, nimadir bo'ldi, sizni modelingiz, mana entry modeli, misol uchun videoni qilganman, boshqa videolarda ko'rishingiz mumkin. Sweep MSS, sweep bo'lish kerak, обязательно MSS bo'lish kerak tanasi bilan. Bu 15 minutlikda, kamida 5 minutlikda bo'lish kerak. Mana shu narsa ma'lum bir baysetni yechdi. Misol uchun, biror liquidnessni yechdi. Mana shu moment menda 15 minutlikda yoki 5 minutlikda paydo bo'lmasa, men entry qilmayman, umuman entry qilmayman. Mayli fixning tup oqib ketsin targetimga qarab turib. Вообще. Endi mana shu nimaga bu meni tizimli savdoimga kirib ketadi. Agarda sizda ham shunaqangi bo'ladigan bo'lsa, sizda minutkada model berdimi, entry modeli 3 minutlikda. Siz qo'yib yuborishingiz kerak. Kutishingiz kerak. Ideal momentda kutishingiz kerak. Ideal moment bo'ldingizmi, siz o'ddiki okopda o'tirgan snayperga o'xshashingiz kerak-da. Momentingiz bo'ldimi, kirasiz. Bo'lmasa, kirmaysiz, kutasiz. Mana shu ham eng qiyin narsasi shu. Bozordagi eng qiyin narsa shu. Nima? Sabr. Kutib, o'zingiz modelingizni kuta bilishingiz. Moment bo'lmayaptimi? Kutishingiz kerak. Mayli fixning o'tkazib oling kerak bo'lsa o'sha momentda, lekin ideal kartina kutishingiz kerak. Keyin moment bo'ldi. Modelingiz yasaldi. Yana o'sha narsa, modelingiz yasaldi. Siz prosta kutishingiz kerak. Endi siz hamma narsani o'zingizga kerak bo'lgan, o'zingizga tegishli bo'lgan narsani, tizingizdagi narsani 100 talik qildingiz. Siz o'zingizdan mana sizga tegishli bo'lgan hamma narsani qildingiz. Endi bozorda ham o'zini ishini bajarishga qo'yib bering. Ya'ni siz hamma narsani idealni kutdingiz. Kutish, moment kutish 70% va o'zingizdan talab qilinadigan narsani qildingizda, endi 30% qolgani bor. Ya'ni bozorga ham o'zini ishini bajargani qo'yib qo'ying. Aralasha olmang, hadi grafikka qarab olormang. Har bitta FVG ni, har bir narsani ozgina korreksiya yurib qo'ysa, qo'rqib yopib qo'ya olmasdan buna qila olmang. Tupa bozorga qo'yib bering, siz tizimga ishoning, bo'ldi. Endi sizda tizimli savdoni yo'lga qo'yib olganingizdan keyingi narsa bor. Bu nima? Bu ishonch. Ishonch juda muhim. Ishonch nimaga ishonch? Tizimga ishonch. Tizimga ishonch juda muhim. Sizda juda ko'pchilikda men kuzataman. Ko'pchilikni kuzatamanda, bu aytaylik, men Circle Series degan narsani yo'lga qo'ydim yaqinda. Ikkita balla, o'zi jami 3 ta balla bor. Ikkitasi zo'r natijalar aniq qilyapti, ya'ni progress zo'r ketyapti, lekin bittasi osib qolaveradi. Va bu narsani juda ko'pchilik menga lichkamga yozadi. Telegramda ochib qo'yganman lichkam, savollar bo'lsa yozinglar. Ko'pchilikni ko'raman, jurnalda ishlaydi, boshqa qiladi, jurnalga men tupa vaqtim bo'lib qolsa yordam beraman. Jurnalni ochib, mana u kerak emas ekan, mana unaqa ekan, lekin 3 oylik datasi bo'ladigan bo'lsa ko'rib beraman, boshqa qilaman. Juda ko'pchilikda ishonmaydi-da. Hatto ko'p narsasi bor, anaqa ishlaydigan modeli bor, boshqasi bor, lekin ishonch yo'q-da. Ishonch yo'q deganda qanday? Mana u tizimiga ishonmaydi. Stop loss olib qo'ysa, tushkunlikka tushib qoladi. Tushkunlikka tushib qoladi. Ishonch yo'q. Mana u narsa tizimiga ishonch yo'q. Tizimiga ishonch bo'lmagandan keyin nima bo'ladi? U ketdi. Mana u bilimidan ham kechadi, mana boshidagi bilimidan kechib turib nima qiladi? Boshqa bilim oqtaradi. Aytaylik, misol uchun ICT bo'yicha ishlayapti. Ishonmayapti-da, hatto na samjali umumiy distansiyada, ya'ni misol uchun umumiy stop oldi, bo'ldi, tushkunlikka tushmasdan yana dalshi ishlarsa, yana mana tizimini yo'lga qo'yib turib, onadi nima bo'ladi? Yo'q. Lekin nima qiladi? ICT bo'yicha ishlayapti. CRT ga qiziqishni boshlaydi-da. CRT ga qiziqishni boshlaydi. Bundan keyin nima? Men ishlab ko'rmadim. CRT bo'yicha ishlab ko'rganman, o'rganib ko'rganman, lekin double purge degani bor.
Double powerga menimcha shunday yozgan. Adashmasam, noto'g'ri yozgan bo'lsam, xullas to'g'ri tushunasizlar. Double purge degan narsaga chiqadi. Bundan keyin yana nima chiqadi? Bundan keyin yana qanaqadir yana boshqa biror bir bilim oqtaradi-da, xullas. Bundan boshqa bilim oqtaradi. Bundan keyin yana ketaveradi. Undan ko'ra prosta ishonmasdan, umumiy protsessga ishonch bildirmasdan turib, yana mana bu qurilgan shuncha narsasini qurilishda podushka degan narsa bor. Fundamenti ham tagida turadigan. Mana fundament bo'lib beradigan bo'lsa, akalar eshitdinglar shu gapni jiddiyroq. Xulosa olinglar. Trade jurnal bu fundament. Bilim bu podushka. Ya'ni qurilishni tushungan odamlar tushunyapti hozir. Mana bu fundament jurnal. Jurnal fundament tagida ham borda. Nima? Podushka, ya'ni bilim. Podushka bo'lmasa, fundament qiyshayib ketadi. Fundament qiyshaygandan keyin uy devorlari qiyshayadi. Uy devor qiyshaygandan keyin deformatsiya bo'ladi. Oxir oqibat ozgina yer qimirlasa nima bo'ladi? Devor qulaydi. Ya'ni uy qulaydi. Mana shu hamma narsa qurilgan uy deb oladigan bo'lsak, hammasi qulaydi. O'shaning uchun akalar, sizda bilimingiz bormi? Umuman farqi yo'q. Qanaqa u bilim? ICTmi, aytaylik, CRTmi, yana qanaqadir timi, farqi yo'q. Klassikami, urvenmi, umuman farqi yo'q. Sizda bilim bormi? Bo'ldi. Ha deb yangi narsa oqtaravermang. Siz prosta jurnalizmga ishoning. Ya'ni jurnalizm bo'yicha ishlang va trade jurnalizmni tuting. Trade jurnalizmdan filtr qilib oling. Nimani? Tizimni, ya'ni ortiqcha narsalarni chiqarib tashlang, boshqa qiling. Lekin aslo bilim oldingizmi, buni yana o'zgartirib boshqa qilib yurish kerak emas. Prosta ishoning, umumiy protsessga ishoning. Men bitta narsani bilaman-da, tajribamdan kelib chiqib, men bitta narsani uverenda aytaman. O'zbekistonda bilimli traderlar juda ko'p. Lekin mana shu narsalarga, mana jurnal tutish, jurnaldan tizimli savdoni, ya'ni tizimni chiqarib oladiganlar va tizim qurgandan keyin ishonchi yetarlicha, ya'ni umumiy mana shu protsessga ishonchi anaqangilar, ishonadiganlar juda kam. Akalar, siz umumiy protsessga ishoninglar, umumiy protsessga va itogi baribir ishonsangiz nima bo'ladi? Hech qanaqangi bir siz birov o'g'irlab ketib qolmaydi, siz yoki kimdir nimadir qilib qo'ymaydi sizni. Nima bo'ladi? Stabilniy natijaga chiqishni boshlaysiz. Stabilniy o'sha haftani bo'lmasa ham siz o'sha sekin oyni хотя бы oldin ishoning, minusda yopardingiz oldin. Minus n summa, ya'ni n foiz minusda yopardingiz. Hozir siz umumiy protsessga ishonishni boshlasangiz nima bo'ladi? Birinchi oy как minimum хотя бы nolda yopishni boshlaysiz. Nolda yopishni boshlaysiz, хотя бы d bo'lib qoldi, d deb yopasiz deyapman. Короче, tushundilaring. Xullas, хотя бы nolda yopishni boshlaysiz. Keyingi oy nima? Хотя бы 0.5% yopishni boshlaysiz, plyusda. Undan keyin nima? 1%, 2%, 3%. Sekin nima? Misol uchun agar siz prop trader bo'ladigan bo'lsangiz, online prop trader bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni misol uchun FTMO, Funding Pips shu kabi biror bir proplarda ishlayotgan bo'lsangiz, men tushundingiz. Siz o'sha sekin birinchi fazani o'tishni boshlaysiz. Ikkinchi etapni, undan keyin nima? Umumiy jarayonga ishonchingiz yanada ortib boraveradi. Keyin siz nima qilasiz? Stabil natijadan keyin nima keladi? Propdan o'tish, pul yechish va oxiri sizga pul yechish ham boshqasi ham emotsiya bermay qo'yadi. Undan keyin nima qilasiz? Depozitlarni kengaytirasiz. Prosta sizga kerak bo'ladigan narsa, ishoning, bu
mana shu boshidagi narsa bilim, jurnal, tizimli savdo va ishonch. Mana bu stabil natija, bu prosta bir ruslar aytadiku, ruscha gap bor, delo времени, ya'ni vaqtni ishi. Xudoni aytgan vaqtida o'zi bo'ladi. Lekin siz har doim mana yerda nimadir bo'lsa darrov o'zgartirib tashlasangiz, siz aytaylik 1 yil yurasiz. Birinchi boshida nechadir oylar o'tadi, undan keyin yil o'tadi, undan keyin 2 yil o'tadi, undan keyin 3 yil o'tadi. Ishoninglar, men trade sohasiga kirganimga qancha 2021-yil noyabrlar edi shekilli, adashmasam. U anaqangi klassikani o'rganganman, ko'rganman. Ochig'ini ayta olaman, uyalmasdan Asqar Akifni sliti videolarini ko'rardim. Aleksandr Mixaylovich Gerchitni uровеньlar, darajalar bo'yicha ko'rardim, boshqa qilardim. Vaqt o'tib, aylanib, men qanaqa даже Elite Wave'ni ham o'rganib chiqqanman-da, Elite to'lqinlarini. O'shanga unda u strategiyadan bu strategiya chiqaveradi-da to'xtamasdan. Prosta bir kun o'tirib qarasam, gap bitta anaqangida emas ekan, bitta bilimni o'zida emas ekanda. Bilimni ushab turib, bitta bilimni mahkam ushab, jurnal to'ldirish kerak ekan. Jurnal to'ldirgandan keyin kamida 3 oy bitta o'sha siz bilimingiz bilan ishlashingiz kerak. Ortiqcha emas narsalarni ko'rib turib, tizimni yo'lga qo'yish kerak. Tizimda nima? Mana shu jurnalingizdagi ortiqcha narsalarni chiqarib tashlasangiz va qat'iyan o'sha narsa bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, tizim yo'lga keladi. Ya'ni tizimli savdo. Tizimingiz bo'lgandan keyin ishonch bo'lish kerak. Ishonch. Tizim bo'yicha qo'rqmasdan ishlab tursangiz, ishonch o'zi keladi. Stop loss olsangiz, hadi mag'zum bo'lib, aybim qayerda ekan, hali maktabda birortani nohaq urib qo'yibmanmikan, unaqamida o'zingiz yeb yurishingiz kerak emas. Prosta ishoning, stop oldingizmi, bo'ldi. Stop loss bu umumiy daromadni bir anaqangisi, daromadga bo'ladigan yo'lni bir qismi xolos. Misol uchun siz bozorga chiqyapsiz, soliq to'laysiz-ku, soliq ham minus. Aytaylik, siz nimadir Turkiyadan yo biror Xitoydan nimadir olib keldingiz. Bojxona to'lovini to'laysiz, margo minus qilasiz-ku, stop loss ham xuddi shunaqangida. Lekin va itogi siz chorakni, yilni yakunida yoki oyni yakunida bir oyni minusda yopishingiz mumkin. Lekin chorakni ishoning, O'zbekistonda juda kam odam agar qo'rqmasdan ishlasa, juda minimal darajadagi odam chorakni minusda yopadi. Prosta ular miyasida ubыточный treyderman yuraveradi. Umumiy protsessga ishoninglar, akalar, xullas, gazini bosinglar. U anaqangi qolgani hammasi sekin kelaveradi. Va yana bitta narsa, shuni aytmoqchiman. Hech qachon Instagramlardan chiqib olib, men sizga sehrli anaqangi strategiya o'rgataman, boshqa qilaman, siz prosta ishonmanglar, neinteresni qilinglar, bloklab tashlanglar, iloji bo'lsa qayta ko'rmanglar unaqangi odamlarni. Tizimli savdoda ham stop loss olasizlar, lekin baribir itogi stabil baribir plyusda chiqasizlar-da. Eng qizig'i bu narsada ba'zi payt tizimni buzib turiladi-da. Men ham даже misol uchun men tizimli o'zimni disiplinirованный trader deb o'ylasam ham, lekin ba'zi payt qoidalarni buzib turaman, ya'ni tizimni buzib turaman. Va bu normal, bu o'zim stress qilishim kerak emas. O'shaning uchun shunaqa gaplar akalar, qo'limdan kelgancha maksimal darajada harakat qildim tushuntirib berishga. Yana bitta narsani aytib ketish esidan chiqib qolibdi. Agarda kimdadir trade jurnali bo'lmaydigan bo'lsa, akalar ishoninglar, trade jurnal farqi yo'q. Xolasangiz daftarga 12 varaqli daftarga yozasizmi, boshqa qilasizmi yo taxtaga yozasizmi, вообще farqi yo'q. Самое главное просто bo'lish kerak. Agarda kimgadir jurnal kerak bo'lsa, agar qulayroq Excel'ni tushunadigan bo'lsangiz, men o'zimni
trade jurnalimni beraverman. Man jurnalimni qayerdan lichkamga yozsalaring, Telegram kanal orqali ko'rib olishlaring mumkin. Men lichkamni qoldirib qo'yganman, ya'ni o'zim Telegramni trade jurnal bering deb yuborsalaring, men o'zimni trade jurnalimni beraman. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, e'tibor uchun rahmat.